Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Jo'jalarimiz sotilyapti. Rangli jo'jalarimiz. Manzilimiz Farg'ona. Narxlari kelishilgan holatda egasining nomerini pastga yozib qo'yaman. Videoni tagida egasining nomeri bo'ladi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Qirg'iziston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasi, O'zbekiston viloyatlari bo'ylab hamma joyga dastavkalarimiz bor. Bu jo'jalarimizni hozirgi kungacha qorni og'riq, ich o'tki, dorilarga, qurtlarga qarshi, gijjalarga qarshi hamma vaksinalar, emlamalar qilib bo'lingan. Endi agarda mabodo olaman deydiganlarga misol 1 kunlikdan tortib 2 oylikgacha qilib berilaveradi. Endi narxlari hammasida har xil bo'ladi. Shuning uchun narxlarni aytmayapman, dastavka qilib berilamiz deyapman. Hozirgi mana videodagilar 35 kunlik, yana 45 kunliklarimiz ham bor hozirgi kunga tayyor. Misol kim nechta ob'yomgami, donagami olaman deydiganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari yana nimalarimiz ham bor, tovuqlarimiz ham bor, katta tovuqlarimiz. Agar katta tovuqlarni ham olaman deydiganlar chiqaverasizlar aloqaga. Bu katta tovuqlarimiz Andijon qoradan bo'ladi. O'zimizni ser tuxum tovuqlardan. Bu Andijon qoralardan boqqan odamlar bo'lsa, akalarimiz bo'lsa, o'zlari bilishadi qanaqa tuxum berishini. Agar boqmaganlar bo'lsa, biz Andijon qora tovuqlarimiz pashta 6 oy, 7 oy to'xtovsiz tuxum beradi. Ularda endi hozir xo'rozlari ham bor. Qo'shimcha shu xo'rozlarni ham olaman deb hozir rosa inkubatorda mahali bo'lyapti, rosa sezoni. Hozir tuxum narxlari ham anchagina ko'tarilgan, xabarlaring bo'lsa. Agar ko'pchilik misol biznes qilib mashina orqali, qora tovuqlar orqali, Andijon qora tovuq orqali ko'pchilik biznes qilishyapti. Olib turib, misol tuxumini inkubatorga topshirsalaring ham normalniy daromad qilsa bo'ladi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Like, podpiska bosishni eslaringlar chiqmasin. Aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegramlar ishlab turibdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.